Hozirgi darsimizda qanday qilib sovg'a joylashni ko'rib o'tamiz. Buning uchun ota-ona profilida sovg'alar bo'limini tanlaysiz va o'zimni sovg'alarim bor, hamkor sovg'alari bor. Biz Idecoin jamoasi hamkor sovg'alarga kelajakda sovg'alar qo'ymoqchimiz. Ota-onalar o'sha sovg'alarni sotib olib farzandlariga berishi uchun. Aytaylik, kinoga chiptalari bo'lishi mumkin, o'yinlarga, oromgohga chiptalari bo'lishi mumkin yoki boshqa narsalar. Albatta, ko'chadan ko'ra bizning platformada arzonroq bo'ladi va bu bilan ham ota-ona ham farzand foydalanadi. Endi agar siz ham hamkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Shu bo'yicha siz bilan shartnoma qilib, mana shu yerga ham qo'shsak bo'ladi. Endi o'zim sovg'alarimga kirganimda, bu yoqda mana sovg'a qo'shish bor. Sovg'a qo'shish tanlayman. Birinchi navbatda sovg'aning rasmini yuklang deyilyapti. Tanlayman. Kamera, galereya. Agar demak siz aytaylik yo'lda ko'rib qoldingiz yoki sizni oldingizda o'sha sovg'a bor, o'shanaqa bo'lsa kamerani tanlaysiz. Yoki oldindan rasmga olib qo'yganlaringiz bo'lishi mumkin yoki Googledan izlab o'zingizga saqlab olgan bo'lishingiz mumkin. O'shanda siz galereyani tanlaysiz. Demak, kamerani tanlaymizda bu yoqda menda lug'at kitob bor. O'sha lug'at kitobni rasmga tushiraman. Xo'p, rasmga tushirdim. Demak, yuz fotoni tanlayman. Mana rasm chiqdi. Endi sarlavhasi lug'at kitob. Demak, 100 mingta so'z. Yuz mingta so'z va iboralar. Albatta, ingliz tilini o'qiydigan yoki ingliz tiliga tayyorgarlik ko'radigan farzandingiz uchun bunaqa kitoblar albatta ajoyib sovg'a. Nechta? Misol uchun, 2 ta bor bo'lishi mumkin, 3 ta bor bo'lishi mumkin. Misol, 2 ta farzandingiz bo'lsa, ikkilasiga ham agar qachonki coin yig'salaring, o'shanda mendan olishlaring mumkin yoki shunaqa kitob olib beraman deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi necha coin yig'sa? Aytaylik, 100 coin, 95 coin. Buni siz qanday bilaman degan bo'lsangiz, vazifalar soniga qarab bilishingiz kerak. Misol uchun, bu lug'at kitobini siz 100 coinga olsan va 20 ta ishimni bajarsin degan bo'lsangiz, har bitta ishiga siz 5 coindan berishingiz kerak bo'ladi. Yoki bittasiga 10 coin bersiz, bittasiga coin bermasligingizga to'g'ri keladi. Shunaqa. Shunda 10 ta ishingizni bajargandan keyin shu kitob sizdan olsa bo'ladi. Yoki 5 ta ishingizni. Bu endi shunga qarab hisob-kitob qilasiz demoqchiman. Aytaylik 100 coin. Endi saqlashni bosamiz. Ozroq kutsak, mana bizda lug'at kitob deb saqlanib qolinadi va farzand ham o'zini telefoniga kirganda ota-onadan sovg'alar degan joyda mana shu sovg'a ko'rinadi. Agar siz nimadir xato qilgan bo'lsangiz, mana o'chirish tugmasi bor, yonida o'zgartirish. Mana birinchisi o'zgartirishni bossangiz, bu yoqda 100 coin emas, aytaylik 120 coin qilib qo'yishingiz mumkin. Endi albatta birinchi 50 qilib, keyin 100 qilib, 150 qilib o'zgartirib yuborsangiz ham bu farzandingiz sovg'aga bo'lgan umidi so'nib qolishi mumkin. Bu shunchaki shunaqa imkoniyat ham bor deb ko'rsatib o'tyapman. Ya'ni matnni xato qilgan bo'lishingiz mumkin, rasmini boshqa yuklab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. O'shanaqa holatlarda bu narsa to'g'ri keladi. Mana shunaqa narsa bundan keyingi demak videolarimizda, keyingi bo'limlarda o'rganib chiqamiz.